Yurtimizda odamlarning og'irini yengil qilish, ehtiyojmandlarga quvonch ulashish borasida dinimizning ushbu ko'rsatmalari hayotimizga tatbiq etilmoqda. Biz buning go'zal isbotini oxirgi oylarda amalga oshirilgan xayrli ishlar zamirida ko'rib bormoqdamiz. Muborak Ramazon oyida muhtaram yurtboshimizning alohida qarorlari bilan mamlakatimizdagi ehtiyojmand, ko'makka muhtoj aholini davlat tomonidan ijtimoiy qo'llab-quvvatlash maqsadida 1 trillion so'mdan ziyod mablag' ajratilgani barchamizning yodimizda. Bu Ramazonning fayzi va barakasini har bir xonadonga, ayniqsa ko'ngli yarim vatandoshlarimiz qalbiga olib kirdi. Mana shu xayrli ishlarning uzviy davomi sifatida haj mavsumi arafasida davlat rahbarining bevosita tashabbusi bilan nuroniylar, fidoiy mehnat faxriylari, ko'p yillar davomida diniy sohada xizmat qilganlar va ularning oila a'zolari, shuningdek ko'makka muhtoj oilalar vakillari bo'lgan, ammo yillar davomida muqaddas qadamjolar sog'inchida yashagan 100 nafar vatandoshimiz prezident hojilari sifatida to'liq davlat hisobidan muborak haj ziyoratiga yuborildi. Ayni kunlarda ushbu tabarruk otaxon va onaxonlarimiz Makka va Madina shaharlarida turib, mamlakatimiz rizqiga baraka, yurtimizga tinchlik, omonlik so'rab, chin yurakdan duolar qilmoqdalar. Bugun nishonlanib turgan Qurbon hayiti arafasida prezidentimiz tomonidan yana bir yuksak insonparvarlik hujjati muborak Qurbon hayiti munosabati bilan aholini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash va mehr-saxovat tadbirlarini samarali tashkil etish to'g'risida qaror qabul qilinib, qariyb 700 milliard so'm mablag' ajratildi. Ushbu qaror asosida og'ir xastalikka chalingan jigar va buyrak ko'chirishga muhtoj bo'lgan bemorlar, shifoxonalarda davolanayotgan qancha go'daklar va onalarning jarrohlik hamda davolanish xarajatlari davlat hisobidan qoplanishi belgilandi. Yetim bolalar va vatan himoyasi yo'lida jon fido qilganlarning farzandlariga moddiy ma'naviy yordam ko'rsatildi. Shuningdek, masjidlar, ziyoratgohlar va qabristonlarni obod qilish, namozxonlar uchun zamonaviy va qulay tahoratxonalar barpo etish ishlariga alohida e'tibor qaratildi. Albatta, davlat rahbari tashabbusi bilan qilinayotgan bunday xayrli ishlar dinimiz g'oyalariga uyg'un va nihoyatda savobli ishlardir. Alloh taolo bunday savobli ishlarning davomiy bo'lishini nasib va ro'zi aylasin.